Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Epika ishqibozlariga mana sizlarga kamroq yurganidan tiniq motorlar yog' yemaydigandan kraskasi sal kam tozasidan topib qo'yildi. 059 raqamlarda raqamini biz yashirmaymiz, sababi biz real narsani chiqaramiz. Shuning uchun raqamlar yashirilmaydi. Bitta qanoti o'zida kraska, qolgan joyi top-toza ekan, jemshuk, maloshni, o'sha traksologiya kraskada. Mashina yurgan probeglar 200 ming yurgan, lukli varianti 2li toska motor qo'yib, tiniq qilib qo'yilgan. Mashina kurs kontrollarigacha ishlab turibdi. Hamma joyi tiniq ishlab turibdi. Xo'p. Koja sedanlar holatlari anchagina yaxshi, zo'r bo'lib turibdi, xudo xolasa. Motorlarni ochaman, hamma joyini ochib ko'rsataman sizlarga. Qiziq joyi balon nig'arlar holatini 16 go'shtli balon qo'yib, mana qo'limdan nima qilib qo'yibman. Hozir razmerlarni ham aytib o'taman. 215 ga 60 go'shtli balonlar qo'yib 16 ga tiniq qilib qo'yishdi mashinani. Umuman olasizlar, rasud qilmaysizlar, faqat minasizlar degan mashina ekan. Mashina hamma yog'i chok edi, joy-joyida. 2015 temir metallarigacha bor, metallarni ham qo'yib, minaqon qilib, minaqon holatga olib kelib tayyor qilib qo'yishdan sizlarga tayyor epika, arzonroq, yaxshiroq epika olaman degan obunachilarimizga general davenistlargacha beriladi. Telegram gruppamizga shunday o'tib o'ylar, o'tda lokatsiyasigacha bor bu epikani, lokatsiyasi egalar nomerlarigacha Telegram gruppalarga xudo xolasa qo'shib boshlaymiz. A'zo bo'lsalaring birinchi Telegram gruppaga tashlaymiz shunaqangi arzon, yaxshi mashinalarni. Xo'p. Mashinamiz yili 2009-yil. General davenistlar ham beriladi bu mashinaga. Turgan adresi Qo'qon, Dangarada. Hozir geolokasiyaga tashlab qo'yaman hammasini. Holatlari, afshika holatlari ancha yaxshi, tiniq holatda, zo'r holatda turibdi. Umuman kamchiligi yo'q ekan mashina, realni kamchiligi yo'q ekan. Realni bitta oilani boqaman deb turibdi mashina. Ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, mashinani oxiriga bo'ladigan narxini 5700 ga berib yuborlar ekan. Olib, maza qilib bosasalar ham bo'ladi.